Mana bedalarni ham o'ryapmiz, ikkinchi o'rinlar qandaydir suyuqroq. Nima oldi? Assalomu alaykum. Alaykum, to'xta, o'tiradi o'shira. Sog'lig'ing yaxshi bormisan, ey? Nima yo'qolib ketding? Shu bizam ishlar bilan O'zimsan? Nima gap? O'tgan safar bedam o'rib beruvdiz aka. Ha. Hozir ham bedam o'rib bersangiz vaqtingiz bo'lsa. Oldingi birinchi o'rin pulni hali bergani yo'q. Mashinasini ham qo'shib beraman-da endi ekon. Salarkaga tushib, salarka olaman deb turib, aka 20 litr salarka bering, keyingi safar qo'shib beraman desam, unashmayapti, naqd pulga salarka qo'yyapman. Nima bermaysan o'tgan safarga o'rinmikin. Asha ekon qo'shib beraman-da bunisida. Senga o'xshaydiganlar yomon zaybal qildi-da, uyga pulda ishni qildirishgandan keyin bilat mehnatni qilib, bedayni urgandan keyin sirazi bersang, biz ham salarka qo'yamiz, temir tezak olamiz. Bo'ldi. Uyingga bor, yana pul so'ragani borsa, nidavolni ham bo'lib qo'yishasan-da. Kak buttalik men seni arpayni xom o'rganda, ishingni qildirishgandan keyin pulini berishdi. Bo'ldi, ming bor uzra. Yo, bedayni preslatding, to'g'rimi? Presing sotib bo'lsa ham berib qo'ysang bo'ladimi? Prosta ko'lga damagan ishda to'g'ridim-da. Yo, pidaraz, mashinga o'xshaydigan pidarazlar yomon ko'pda. Pulni bermas.